الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون Qozonlarimiz, boshchilar, barcha ustoz domlalarimiz ikki dunyolarni saodatmand aylagan muhtarama mana onaxonlarimiz, ota-onalarimiz ham elni yurtni, xalqni, millatni xizmatini qilib turishibdi. Bularni ham o'ylagan yaxshi niyatlariga o'zing muvaffaq qilgin, bir rahmatiga rahmat. Mehrga muruvvatga muhtoj bo'lgan kishilar hamda jazo ijrochi muassasasida bo'lib turganlar yoki qaytganlar va shu bilan bir qatorda ota-ona bilan farzandni o'rtasidagi kelishmay turgan bir holatlari bo'lsa yoki kelin bilan kuyov oila qurganlar lekin qandaydir ko'ngilsizlik bo'lyapti. To'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'ysak ham savobli, ham oldimizda turgan vazifani ado etgan bo'lamiz. Muftiy hazratlarning prezidentimizga murojaatlari bo'lgan. Hojilar ma'naviyat targ'ibotchisi. Ya'ni ba'zi oilalarda tushunmas har xil vaziyatlar bo'ladi. Shunaqa holatda diniy soha vakillari, mahalla fuqarolar yig'ini raisi, imom xatiblar, hajga borganlar borib ko'ngil so'rasin, ularning holidan xabar olishsin degan yaxshi takliflar bo'lgan. Bu bizning ziyoratimiz sizlarning xonadonga nasib qildi. Duo qilamiz. Alloh taolo xonadonida yaxshiliklar bo'lsin, yaxshi to'ylar bo'lsin. Nima yaxshi tilak, istaklar bo'lsa Alloh taolo tezda ijobat qilsin. Xudo xolisa. Yoshlarga bir chiroyli nasihat qilsangiz, sizga o'xshab yoshimiz ulug' bo'lish uchun nimalar qilishimiz kerak? Nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Sizni yoshingizga kirib 87 yoshga kirganda mana shu yerga mehr berib, shunaqangi hosillarni ko'rib, mashaalloh subhanalloh ko'z tegmasin. Shunaqangi bir zavqlanyapti odam. Mana bahorni ham his qildik. Nima qilsak sizga o'xshab uzoq umr ko'ramiz. Bog'ning ishiga kirib ketsam, ketma-ket ular ham kirib ketishadi. Sizga yordam qilaman deb. Nevaralarim ham, nevara kelinlarim ham. Endi hammamiz hamjihatlikmi ham, akillikmi ham mehnat qilsak, mana yaxshi bo'lib turibdi. Odamlar ham masalan mana ko'chamizdagi qancha shunaqa joylar bor, hech qaysi qaramaydi. Men aytamanki, eshsanglarchi, Alloh bergan joy berib qo'yibdi. Shuni eshinglar. Xudo berib qo'yibdi bizga shu narsani. Ahillikda gap ko'p. Ahillikda gap ko'p. Eng kerakligi ahillik. Hozir juda ko'pchilik insonning vaqtini mana shu telefon o'g'irlab qo'yadi. Telefonga ertalabdan kechgacha qarab yotaganlar bor ekan. Aziz yoshlar, bizni kuzatib turgan hamyurtlar. Hoji dodamga o'xshab 90 ga yaqinlashib quvvatli bo'laman desangiz, ozgina bu telefondan chetlanish kerak bo'ladi va ahillik bilan hayot kechirib,
Alloh bergan ne'mat shukronalik hissi bilan hayot kechirsak inshaalloh xayr bo'ladi. Hoji doda sizdan bitta katta iltimos. Rahmat. Hammamizning haqqimizga bitta duo qiling. Rahmat. Ilohim alhamdulillah robbil alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo hammanglarni tanijoningizni sog' qilsin. O'stirayotgan bolalaringlarning rohatini ko'ringlar. O'g'il qizlarning to'ylarini hammasini ko'ringlar. Navara to'yi, avara to'ylarini ko'ringlar. Butun akillikni yo'qotmaylar. Akil bo'lsanglar, hamma ish bitadi. Tanijonlar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Meni yoshimga kirib yuringlar, yaxshi yuringlar. Xo'p, salomat bo'lyapti, haqqan. Salomat bismillah. Demak, hurmatli domlalarimiz, mana oldimizdagi vazifalarimiz, oldimizdagi aytaylik o'sha mas'uliyatimiz shu yerdan iborat bo'ladi. Birinchi navbatda masjiddagi faoliyatimiz, 5 mahal namozga egalik qilishimiz, mihrobga egalik qilishimiz, minbarga egalik qilishimiz. Faoliyatimizni barakotli qilsin. Muborak safarga chiqayotganlarni ham safarlarni Alloh xayrli qilib, inshaalloh mana sharafli xizmatlarda bardavom bo'lishimizni nasib etsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatihi ya arhamar rohimin. Salomat bo'linglar.